Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana dollarlarni soxtami, soxta emasmi qayerdan bilasiz? Mana bu 200 ming taliklar ko'payib ketdi, soxta pullari. Bularni ham tekshirishning yo'li bor akalar. Bizda 300 ming so'mga apparat akalar. Dollarni ham tekshiradi, mana 50 ming talik, 200 ming talik pullarni ham tekshiradi ekan. Bitta ko'rsataman akalar, qarang. Shunday solganimizda o'sha apparatni mana nurlari chiqadi mana, qizil, ha? Ko'ryapsizlar mana, qizil nimalar, lenta ko'rinmaydigan joylari ko'rinadi bular. Soxta emas bular. Haqiqiy dollar akalar mana. Hammasi. Endi 200 ming taliklar qanaqa bilamiz desalar mana. Uje mana 200 ming so'm degan joyi bor akalar. Ko'rasizlar, bu yorib qolsalar ham ko'rinmaydi bu. Bunday qilib osmonga qarasalar ham ko'rinmaydi, lekin bu apparatimizda o'zi sezadi. Mana qaranglar ichida. Nimalar bu? O'zini qanaqadir nullari bor xullas mana 200 ming so'm. Endi 50 ming talik desam hisob ko'ramiz mana. 50 ming talikdan qaranglar mana. Solyapman mana 50 ming so'm degan yozuv bor akalar. Bu yerda yo'q, lekin bunda bor. Bu original degan akalar. Savdoda ishlaydiganlar, pul bilan mana dollarlarda muomala qiladigan akalarimiz bor. Nozik akalarimizga mana zo'r narsa ekan, mana bitta solib qo'yasizlar, mana bilib olaverasizlar. Soxta emasligini. 300 ming so'mga baraka qilib olamiz. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab mutlaqo tekin, bepul akalar.